Assalomu alaykum, hurmatli UzAvtotrans yo'lovchilari. Odatiy kunda Toshkent Shahrisabz yo'nalishi bo'yicha kuniga bir marta qatnovlar amalga oshirilib kelgan. Hozir esa ta'til kunlari, bayram kunlari ham yaqin, yo'lovchilar oqimi juda ham ko'p. Yo'lovchilarning talab takliflaridan kelib chiqqan holatda UzAvtotrans avtobuslari qo'shimcha reyslar qo'yib borilmoqda. Hozir esa yo'lovchilarning fikrini bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Toshkent Shahrisabz yo'nalishi bo'yicha hozir qo'shimcha reysdamiz. Qo'shimcha reys qo'yilgani haqida ma'lumotni qayerdan oldingiz? Saytdan. Saytdan. Qaysi saytdan? Ilova bor-ku. Avtotiket saytidan kuzatib bordingiz. Toshkent Shahrisabz yo'nalishi bo'yicha chipta narxlari haqida qanday fikrdasiz? Chipta narxlari hozirgi kunda taksi narxiga nisbatan ancha yaxshi. Ayniqsa talabalar uchun bu yaxshi imkoniyat deb o'ylayman, chunki avtobus qo'yilganiga 3 yil bo'lgan bo'lsa, Shahrisabz Toshkentga 3 yildan beri avtobusda borib kelaman. Undan keyin taksida bormadim. Menga shu qulayroq. Taksiga nisbatan narxi ham, keyin borib kelish vaqtingiz ham aniq. Shu. Narxi, qulayliklari, vaqti sizni qoniqtiradimi? Siz bemalol narx qoniqtiradi, keyin bilet olib qo'yasiz. O'shanga aniq vaqtga mo'ljallab ishingizni qilib borsangiz ham bo'laveradi. O'sha tomon yaxshi. To'g'ridan to'g'ri institutlardan ham talabalarga qulayliklar yaratib kelgan avtobus, UzAvtotrans avtobuslari institutdan ham boradi. Xabaringiz bormi? Xabarim bor. Milliyda, Nizomiyda bo'lishi mumkin, lekin men Chirchiqda o'qiyman, Chirchiqda yo'q. Bu imkoniyat. Shunaqa takliflaringiz bo'lsa, rasmiy kanalimizga kommentariyasiga yozsangiz, rahbarlarimiz ham o'qib chiqadi. Bu takliflaringizni ham ko'rib chiqiladi. Avtobusimiz qulayliklari haqida nima deya olasiz? Qulayligi yaxshi deb o'ylayman. Konsana ishlaydi yozda, ishda ham issiq. Qishda ham yozda ham borib kelaman. Hech qanaqa noqulaylik sezmaganman. Rahmat. Safaringiz bexatar bo'lsin. Batafsil ma'lumot uchun esa ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, biz bilan bog'laning. Chiptalarni esa avtotiket.uz saytidan xarid qilishingiz mumkin.